Bugungi kunda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda mamlakatimizda bolalar harakati tomonidan bolalar bilan ishlashga qaratilgan samarali loyihalar izchil amalga oshirilib kelinmoqda. Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasining 2024-yil 5-avgustdagi 4-sonli yig'ilish bayoni ijrosini ta'minlash maqsadida 2024-yil 24-oktyabrdan boshlab bolalar harakati sardorlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu tashabbus bolalarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning yetakchilik salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, 2026-yildan boshlab mahallalarda iqtidorli bolalar bilan tizimli ishlash, ularning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida mahalla, tuman, shahar, hududiy va respublika darajasida sardorlar tizimini joriy etish rejalashtirilgan. Ana shu ezgu maqsadlar yo'lida Beruniy tumanida Yoshlar ishlari bo'limi tomonidan mahalla bolalar harakati sardorlari saylovi tashkil etildi. Saylov jarayonida ishtirokchilar tomonidan 9 ta muhim yo'nalish bo'yicha taqdim etilgan loyiha rejalari bilan tanishildi hamda eng munosib nomzodlar sardor etib saylandi. Saylov natijalariga ko'ra quyidagi: bosh sardor, jasorat yo'nalishi, yashil makon yo'nalishi, iqtidor yo'nalishi, mutolaa yo'nalishi, ibrat farzandlari yo'nalishi, qizlar akademiyasi yo'nalishi, ustoz AI yo'nalishi, matbuot va media yo'nalishi sardorlari aniqlandi. Saylov yakunida sardorlarga ishonch yorliqlari topshirilib, ularga kelgusidagi faoliyatlarida muvaffaqiyatlar tilandi. Bugun Beruniy tumanida bolalar harakati sardorlari saylovi bo'lib o'tmoqda va men mana shu saylovda qatnashib o'tdim. O'zimni tanishtirsam, Bunyodkor mahallasidan Sultonov Otabek bo'laman va mana shu saylovda Bunyodkor mahallasi tomonidan o'z nomzodimni qo'yganman. Men IT sohasiga qiziqqanligim va o'sha sohada bo'lganligim uchun va o'sha sohada ko'plab yutuqlarga erishganligim uchun o'zimni tengdoshlarim va yoshlarga o'zimni mahallamda, o'zimni tumanimda o'sha loyihalarni va o'sha ITga bo'lgan qiziqishi bo'lgan yoshlarni to'plab, ularning qiziqishlarini so'ndirmasdan yanada ularni rivojlantirish va ularning startap loyihalarini balandroq cho'qqilarga olib chiqish uchun harakat qilib va mana shuni loyiha qilib o'zimga oldim. Ushbu loyiha yoshlarning tashabbuskorligini oshirish, ularni jamiyat hayotiga faol jalb etish va kelajak yetakchilarini shakllantirishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Buni qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.